Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizni qadrli obunachilar. Termotraverti mahsulotlarini ishlab chiqarishda davom etyapmiz hozir. Xo'p. 4 sm penoplastik 30 ga 60 razmerdagi termotraverti mahsulotlarimiz bu. 16 kvadrat perivalga Toshkent vodiy yo'nalishidagi perivalda dachalardan bittasiga tayyorlab berdik. Xudo xolasa mahsulotlari tayyor bo'lib qoldi. Keyingi mana bir partiya qoldi. Shuni quritib chiqarib olsak bo'ldi. Egalariga yetkazamiz bu mahsulotimizni ham. Bu yerda 4 sm, 3 sm penoplastik 30 ga 60 razmerdagi termotraverti mahsuloti. Bu mahsulotimiz Samarqandga. Bu ham 236 kvadrat atrofida. Eng oxirgisi. Bunga avvalroq 350 kvadrat bazaltli, 217 kvadrat, 117 kvadrat o'sha 3 sm penoplastik bergan edik. Bu shuni davomi bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekranda raqam qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Xudo xohlasa sifatli, chiroyli mahsulot yetkazib beramiz.